Menimcha endi hamma uyga burchatka qildirsa kerak do'stlar, oralariga ahamiyat bersalar, ranglari tabiiy rang bo'ladi, ya'ni tabiiy toshdan bo'ladi. Undan tashqari bunimiz do'stlar, mana seg'ansiz ham seg'anmaydi, ya'ni o'zini stopi bo'ladi. Bu yosh bolalar uchun umuman bezopasnost bo'ladi. Mana shu burchatkamiz razmeri 25 bo'ladi. Donasining narxi atiga, ya'ni 3000 so'm ekan, yulduz fason ekan. 1 kvadrat metrining narxi do'stlar atiga 50 ming so'm tushyapti ekan. Undan tashqari menga Xitoy, ya'ni kubichalardan qo'yib bersalar, yulduz fasonimizga 16 ta ketar ekan, ya'ni 16 ming so'm qo'shilar ekan. Undan tashqari Xitoy granitini do'stlar 1 metrning liniyasiga keladigan bo'lsa 50 ming so'm, mana shunaqa bordyorlariga keladigan bo'lsa, buni ham ya'ni 1 metrning narxi pagonometri 50 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Xuddi shunaqa holatda menga bitkizib bersalar ham do'stlar, usti haqqi mahsuloti общий mana shunaqa holatga kelishiga 1 kvadrat metri 110 ming so'mga to'g'ri kelar ekan. Bu narxlarda ichida vodiy bo'lib, dastlabki ustanovka mutlaqo bepul bo'lib, 1 yil garantiyasigacha berishar ekan. Garantiya nimaga beriladi desalar, do'stlar, sarg'aymasligi, rangi o'zgarmasligi, short chiqmasligiga garantiya berishar ekan. Kimgadir shunaqa sifatli burchatka xizmati kerak bo'lsa, ustakalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik. Xo'p,